Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu galgi obyektimizni ham yakunlab oldik. Xudo xolasa obyektimiz Namangan viloyat Norin tumanida, Haqlobod shahrida, Jahongir akamiz xonadonlari. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham neobishniy holatda bitkazib berganmiz. Xudo xolasa mahsulotlarimiz Chus Concord zavodidan olib kelganmiz. Chus Concord nomer 1. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chetlariga palasalarni qilib buni yoritib berganmiz. Buni ichkarini holati. Burchatkamizning nomi Fayz 20 ga 20 deb nomlanadi. Oq travertin mahsulotlardan qorishmasdan quyilgan. Chetlariga xuddi shunday 10 ga 60 razmerda Angola Black metal granitidan kesib tayyorlatib qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Aksingizni ko'rasiz. Mana juda ham go'zal. Bu joyga umumiy hisobda 155 kvadrat Fayz 20 ga 20 burchatkamimiz ketgan. 250 metr 10 ga 60 Angola Black granitimizdan ketgan. O'rtasiga 12,5 ga 25 dan yurgizganmiz. Bir qator qilib bunimizdan 33 kvadrat ketdi. Umumiy hisobda uy egasiga xuddi shu tarzda bitkani 30 million so'mga tushdi. Chus Concord zavodidan ishlab chiqarilgan mahsulot Fayz 20 ga 20 deb nomlanishi bu razmer 20 ga 20 bo'ladi. Yuk ko'tarish xususiyatlari ham baquvvatroq. To'rt tomonida xuddi shunday kristalli granitlari bor. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz borib, bitkazib, chiroyli qilib bitirib beramiz. Chus Concord bilan hamkorlikda. Xudo xolasa bundan chiroyliroq ishlarimizni ham qo'yib olamiz. Bizni kuzatib boring. Ishimizga 1 dan 10 gacha baho berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Bizga obuna bo'ling. Agar bizga obuna bo'lmasangiz, bizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.